Menga qara, men futbolni yaxshi ko'raman. Uning har bir soniyasini his qilishni xohlayman. Lekin hozir nima bo'lyapti? Bu yerdagi suv uchun tanaffuslar futbolchilarning sog'ligi uchun o'ylab topilganiga ishonasizmi? Jiddiy aytyapman, ishonasizmi? Hatto stadionning tomi yopiq, konditsionerlar ishlab turgan va harorat ideal bo'lgan holatda ham o'yinni to'xtatishyapti. Nima uchun? Sababi oddiy, pul. Futbolni sekin-asta Amerika futboliga yoki basketbolga aylantirib borishyapti. O'yinning o'rtasida to'xtab 3 daqiqa kutib turish bu futbolning ritmini o'ldirish degani. Biz 90 daqiqa davomida bosim o'tkazishni, raqibni charchatishni rejalashtiramiz. Lekin birdan hamma to'xtaydi. Chunki kimdir televizorda reklama ko'rsatishi kerak. FIFAdagilar konditsionerli xonalarda o'tirib futbolni 4 chorakka bo'lib yuborishdi. Bu o'yinning tabiatiga zid. Futbol bu to'xtovsiz kurash, bu chidamlilik imtihoni. Agar siz har 20 daqiqada tanaffus bersangiz, bu boshqa sport turiga aylanadi. Biz o'yinning ruhini sotib yuboryapmiz. Muxlislar stadionga futbol ko'rish uchun kelishadi. Kimningdir yangi ichimligini yoki mashinasining reklamasini ko'rish uchun emas. Iltimos qilaman, futbolni o'z